Rejada birinchi ishimizni Jizzax Baxmaldan boshlaymiz, undan keyin Navoiy Nurotaga o'tamiz, Nurotadan keyin Qashqadaryo Kosonga boramiz. Samarqandga oxirida qaytishda kiramiz, chunki xotirjam qilinadigan ishlarimiz bor Samarqandda. Darvozalar qaranglar, yuqori qismidagi gulli joylari ham juda chiroyli holatda bo'lgan. Bu tomonda yana bitta yuqori qism bu yopiq holatda qilingan. Bu yerda shtampovka pechat darvoza, qalin listli darvozalar, burchagi yopilmagan holatda arzonroq variant ham qilib bersangiz bo'ladi deyishgan. Bu yoqda mana burchagi force qilingan, sharnirlar oltidan qo'yilgan, ideal holatdagi darvozalar ham bor. Hammasi do'gonlarimizga qarab turib ishlab chiqarilgan. Biz bilan bilasizlar, darvoza ishlatgan aviz hamma temirchilar ishonchli tezkor bitadi. 12 ta viloyatga dastlabki uстановkalar xuddi shu holatda olib borib o'rnatib beriladi. Bu ishlarimizni video obzorini chiroyli qilib joylayman. Ko'rsanglar o'zingizlar baho berasizlar. Kuzatib, podishka qilib turganlardan Xudo rozi bo'lsin. Xizmatdamiz. Darvozachimiz doimo xizmatdamiz. Yuklarimiz xolos yaxshi chiroyli yetib keldi. Mana shu xonadonga chiroyli bitta katta razmerdagi darvoza bor. Chiroyli o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka kitirib qo'ydik, charchamadingizmi? Salomat. Xolos chiroyli o'rnatib topshiramiz. Mana shu joyga darvozamiz razmerlari olingan. Tepada firmagacha bormaydi. Ozgina patologga qismini tashlaganmiz. Bitta qismda ozgina buziladigan joyi bor. Mana shu joyni olib tashlaymiz. Darvoza silikon holatda o'rnaydi, katta. Eniga 420, balandligi 4 metr holatda bo'lgan. Aka 20-chiga boraman degan edim. Bugun 23 chislo. 3 kunga uzr so'radik bulardan, chunki qolgan darvozalarni bitta jamlab turib kelishga qaror qildik. Biz buni o'rnatib Darshi Navoiy Samarqandga o'tib ketamiz. Darvozani akkuratni qilib zborkasini qilib oldik. Hozir polностью svorka qilingan choklarimizni kraskasini qilamiz. Svet o'chib qoldi. Ozgina vaqtga sokalar bilan birgalikda ko'tarib olamiz. Eski darvozani olib tashladik, joyimiz tayyor. Hech o'chmaydigan svet shu biz ish qiladigan momentda o'chadi. Ko'p joyda bizga to'g'ri kelib qoladi. 1 soatga yonib berib turganda joylashtirib bo'lardik. Ramkasini tiklab oldik. Endi qanot qismlarini bitta olib joyiga ilamiz. Ha, buni chiqadi, ha, ikkitasi tushadi ashqqa. Hozir mana shu joyga ilib olsak, asosan og'ir ishlarimiz tugaydi, keyin ligrovkalarni qilib qotirib tashlaymiz. Jizzax Sharof Rashidovda bizni Robert fason darvozamiz birinchi marta yopilyapti. Egalariga yaxshilik ishlasa, faqat yaxshi kunlarda ochilsa. Gap yo'q. Xohlasa kichkina ilsak, ligrovkalarni qilib joyiga qotirib olsak bo'ldi. Orqa tomon yopilishlari yumshoq, ha? Orqa tomon karkazlari 5 shumka holatda bo'lgan, polностью qalin baquvvat materiallardan. Oxirgi bosqich og'ir ishimiz shu bilan tugaydi. Darvozaning orqa tomon karkazlari ko'rinib turadigan holatda qilingan, yuqorida skvojna joyi bor, havo aylanish. Tushdimi bolalar? Gap yo'q. Malades. Xohlasa uстановkani yakunladik. Hozir bitta ikkita kraskalardagi o'sha chizilgan, qilingan joylarni hammasini bartaraf qilib, cho'tka holatda egalariga topshiramiz. Anvarjon katta usta mana kraska jarayonini ham o'zlari amallayaptilar. Universalniy bayest, svarka ham, kraska ham qilib ketaveradigan bola. Cho'tka tushdi joyiga. Darvozada hech qanaqa gervetekslar sepilmagan, silliq holatda ishlangan. Har bitta detal mayda detallargacha ahamiyat bergan holatda chiroyli ishlangan. Darvozani videoga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizning navbatdagi obyektimiz Jizzax viloyati Sharof Rashidovda bo'ldi. Darvozani ideal holatda egalariga o'rnatib topshirdik. Rangi ham однотонный svetda mokr asfalt, dersk holatda matviy qilib bo'yalgan. Yaqindan kadr qilib beraman. Mana ko'ringlar, ishi idealligi o'zingizlar baho berasizlar. O'rtada alyuminniy qismi bilan jihozlangan joyi bor. To'liq alyuminniy mana shuruflar bilan qotirib, kraskalar tashlangan. Shirchavli joylarimiz bor. O'rtadagi bir lis bilan chiroyli bezak berilgan. Tagida 1.8 lis, pol profillarimiz 2.1, chetidagi ramkalarimiz 10 gol, 3 stena bo'lgan. Rangiga ham, darvozaning fasoniga ham o'zingizlar baho berasizlar. Ko'ringlar, har bitta detalga injiqlik bilan juda chiroyli holatda ishlab berilgan. Birorta germetik sepilgan joylari yo'q, hamma joyi silliq holatda ishlab berilgan. Darvozamiz yuqorida skvojna joylari bor, havo aylanishi uchun xizmat qiladi. Jizzaxda bu darvoza juda chiroyli holatda o'rnadi. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar egalar nomerlari, lokatsiyalarini beramiz. Ishimizni ko'rib, joy holatda ishonch hosil qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu aka ishonch bildirib $2200 darvozani dogovor qilib, polностью 100% pulini biz hisobimizga yetkazib berganlar. Aytgan vaqtda chiroyli qilib o'rnatib berdik. Zamoklar ham ochilib yopilishi juda ham yumshoq. Darvozaning orqa tomoni shumka qilinmagan. Bo'yiga 4 metr, eniga 420 katta razmer. Chiroyli narxda sifatli qilib ishlarni bitirib berdik. Ochilib yopilishlari juda ham yumshoq. Hech qanaqa nagurska bo'lmaydi, bitta qo'lda ochilib yopiladi. Darvozani ochamiz, o'sha joyda qoladi. Ochilib yopilib ketib, egalariga noqulaylik tug'dirmaydi. Darvoza zohiylar egalariga xizmat qilsin. Xudo xolasa, uning orqasidan bizdan ko'plab zakazlar olishni nasib qilsin. Darvozachi xizmatingizda O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz bepul.